O'zbekiston global o'zgarishlar jarayonida zamonaviy islohotlar orqali ta'lim, fan va madaniyat sohalarida yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Davlatimiz rahbarining Samarqandda o'tgan nufuzli xalqaro anjumandagi ishtiroki va ilgari surgan tashabbuslari mamlakatimizning xalqaro maydondagi obro' e'tibori va faol pozitsiyasining yaqqol tasdig'idir. Ayniqsa ilm-fanni jamiyat taraqqiyotining asosiy omili sifatida e'tirof etilgani hamjamiyat tomonidan ham katta qiziqish bilan qarshi olindi. Umuman olganda yurtimizda zamonaviy o'qitish tizimi bo'yicha katta tajriba to'plandi. Hozirgi kunda ixtisoslashtirilgan maktablar faoliyati hatto rivojlangan mamlakatlar uchun ham andoza bo'layapti. Halima Xudoyberdiyeva nomidagi ijod maktabi aytish lozimki, bu zamonaviy ta'lim va milliy g'ururning qo'sh timsoli bo'lib hisoblanadi. Mazkur ijod maktabining tashkil etilishi aytish lozimki, qachonlardir turli sabablarga ko'ra elning ko'zidan uzoq ushlangan, ammo yuragi va butun boshli bir she'riyati bilan millat ruhini uyg'ota olgan buyuk shoiraga nisbatan e'zoz hamda bevosita davlat rahbarining ta'lim sohasiga qaratgan juda katta e'tiborining amaliy ifodasi deyish mumkin. Umuman olganda ixtisoslashgan maktablar orasida mazkur ijod maktabi o'ziga xos o'rin tutadi. Bu yerda nafaqat so'z san'atiga nisbatan muhabbat, balki mustaqil va tanqidiy fikrlay oladigan yoshlar ta'lim, tarbiya olishmoqda. Natijalarga to'xtaladigan bo'lsak, bu yilgi o'quv yilida mazkur maktabni tamomlagan o'quvchilar 100%lik natija bilan oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirishgan. Bu esa nafaqat mamlakatda amalga oshirilayotgan ta'lim sohasi bilan bog'liq islohotlarning, o'qituvchilar mehnatining, qolaversa, mana shu yurt taqdiridan o'z taqdirini ayroq holda ko'rmaydigan fidoyi yoshlarning amaliy ifodasidir. Halima Xudoyberdiyeva ijod maktabining asosiy ustuvor yo'nalishi o'quvchilarning badiiy salohiyatini oshirish, ularda so'z madaniyatini shakllantirish va zamonaviy adabiy jarayonlarga ilmiy nazariy yondoshuvini o'rgatishdir. Bu yerda adabiyot, san'at, jurnalistika va filologiya sohasidagi ilg'or mutaxassislar dars beradi. Maktabdagi ta'lim jarayoni nafaqat an'anaviy bilim berish usullariga, balki kreativ yondashuv, mustaqil fikrlash va ijodiy izlanishni rag'batlantiradi modelga tayanadi. Prezidentimiz qaysi yig'ilish bo'lmasin, qaysi bir uchrashuv bo'lmasin, albatta birinchi navbatda ta'lim yo'nalishiga juda katta ahamiyat beradilar. Yoshlar masalasiga, ularni ta'lim olishi, ularga imkoniyat berish masalalariga juda katta ahamiyat beradilar va bu pedagog sifatida bizni juda ham quvontiradi. Va albatta bugun qaysi mamlakat o'zini kelajagini o'ylasa, albatta ta'limga, yoshlar tarbiyasiga juda katta ahamiyat beradi. Avvaldan bor bu naql eng katta, eng kerakli investitsiya shu yoshlar, ularning ta'limiga berilgan investitsiya hisoblanadi. Shuning uchun ham bugun mana o'zingiz ko'rib turibsiz, O'zbekistonda yoshlarimizga, bolalarimizga berilayotgan e'tibor butun dunyoni havasini keltiryapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Va bu narsa mana bitta bizni maktabimizni misolida ko'rsa aytib o'tsak bo'ladi. Sababiki mana shu o'zingiz ko'rib turibsiz, qanday sharoitlarda bugun bolalarimiz o'qishyapti. Va juda ko'p mamlakatlarning vakillari kelishadi bizga, masalan o'sha viloyatimizga tashriflar davomida albatta maktabimizdan bir xabar olib ketishadi va juda malaman degan mamlakatlarning vakillari ham havas kelib ketadi. Hatto bizning mamlakatimizda hali bu darajadagi maktablar yo'q. Va aynan ijod maktabi bu albatta bu muhtaram prezidentimiz o'zlarining loyihalari. Va men bir o'rganib ko'rdim. Juda bir sanoqli mamlakatlarda bunaqa ijod maktablari, ayniqsa ijodkor yoshlarga bo'lgan alohida maktablarni ochilishi bu kamdan kam holat ekan. Va bizni bunday olib qaraganda bugun o'qiyotgan bolalarimiz nafaqat ta'lim sohasida, balki o'zlarini iqtidorlarini, iste'dodlarini namoyon qilishlari uchun ham mana imkoniyatlar berilyapti. Va bugun mana shu bolalarimiz, kichkinagina murg'a qalbli bolalarimizni kitoblari chiqayotganda, ularni o'sha she'rlarini ijod qilishayotganda, qanaqadir asarlarni ijod qilishayotganda, bu maktablarning ochilishi bejizga emasligini yana bir karra biz o'zimiz isbotini ko'rib turibmiz. Xursanoy Sotivoldiyeva ijod maktabida o'zbek tili va adabiyoti fanidan o'quvchilarga saboq beradi. Uning bir necha 10 yillik tajribasi va o'qitishdagi noan'anaviy usullari o'quvchilarning puxta o'zlari
o'zlashtirishiga zamin yaratmoqda deyish mumkin. Xursanoy opa bilan ochig'i uzoq suhbatlashdik. Umrini kasbiga baxshida etgan ustoz so'nggi yillarda o'qituvchilarning nufuzi ortgani, qilingan mehnat samarasiz va rag'batsiz qolmayotganini bot-bot takrorladi. Endi hozirgi paytda o'zimiz masalan ko'ngil ko'zi ochiq insonlar ko'rib turibdi o'qituvchining nufuzi qanday oshayotganligini. Bir paytlar ko'chalarni tozalaganmiz. Paxta terimida har doim albatta bir 2 oy, 2,5 oy paxta terimida bo'lardik. Undan keyin Sirdaryo sharoitida mana bahor oylarida chopiqda bo'lardik. O'quv yilining teng yarmi biz paxta dalasida yoki ko'chalarda shanbaliklarda o'tkazardik. Hattoki sinfxonalarni ham o'zimiz ta'mirlagan paytlarimiz bo'lgan. Maktab atrofini obodonlashtirish ham o'qituvchilar zimmasida edi. Mana shunday kunlarni boshimizdan kechirdik, lekin hozirgi paytda mana ustozni har bitta natijasi, har bitta ko'rsatgan yutug'i, o'quvchisini ko'rsatgan natijasi yutug'i albatta butun davlat miqyosida e'tirof etilyapti, rag'batlantirilyapti. Bu kunlar hammamiz uchun orzu bo'lgan. Endi mana hozir o'sha kunlarni o'z ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Oylik maoshlarimiz ham yaxshi. Bir paytlar 2 oylab oylik maoshimizni ola olmagan paytlarimiz bo'lgan. Turmush o'rtog'im ham o'qituvchi, ikkalamiz ham o'qituvchimiz. Endi oilamizda o'sha paytlarda juda qiyinchilik bo'lib qolardi. Keyin plastik kartochkalarga pulimiz tushirilgan paytda 15% dan to 30% gacha o'sha pulimizni naqdlashtirish uchun qiynalib, navbatlarda turgan paytlarimiz bo'lgan. Bu kunlar ham o'tib ketdi. Mana davlatimiz, prezidentimizga katta rahmat. Shunaqa bir imkoniyatlar yaratib berdi. Issiqxonalarda dars o'tyapmiz. Men 1999-yilda Guliston davlat universitetining o'zbek filologiyasi fakultetini tugatib, ish faoliyatimni boshlaganman. O'sha o'qituvchilikimni boshlaganman. Shundan buyon mana 26 yil davomida o'qituvchilik kasbini orqasidan kelyapmiz. Endi bu kasb sharafli, mashaqqatli ekanligi har doim e'tirof etiladi. Lekin o'qituvchining maqomi bugungi kunga kelib endi mana ko'zga tashlanyapti. Qarang, qanaqa bir chiroyli binoda, qanaqa bir sharoitlarda hozirgi paytda dars beryapmiz. Toifa sertifikatidan o'sha 96 ball bilan oliy toifa sertifikatimni himoya qildim. 90 ball bilan o'sha umumta'lim fanlarini bilish bo'yicha ona tili, adabiyot fanlaridan o'sha sertifikat bo'yicha 90 ballik sertifikatni qo'lga kiritdim. O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi a'lochisi unvoni bilan taqdirlandi. Mana shu kamtarona mehnatlarim. O'quvchilarim ham juda ko'pchilik o'sha milliy sertifikatlarni qo'lga kiritishda, olimpiadalarda, respublika bosqichlarida ishtirok etishyapti va shuhrat medaliga sazovor bo'lganman. Bundan tashqari o'sha maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining vazir ustamasiga ham erishganman. Bu har bir o'qituvchi uchun juda bir katta motivatsiya bo'ladi, ruhlantiradi har bitta o'qituvchini. Chunki bugungi kunda mehnatimiz besamar ketmayapti, beiz ketmayapti. Maktabdagi ta'lim jarayonida axborot texnologiyalari va zamonaviy kommunikatsiya vositalari faol qo'llanilmoqda. Har bir sinf zamonaviy kompyuterlar, interaktiv doskalar va onlayn ta'lim platformalari bilan jihozlangan. Bu esa o'quvchilarning bilim olishiga qiziqishini oshirib, ularni axborotni tahlil qilish va mustaqil izlanish ko'nikmalariga ega bo'lishiga yordam bermoqda. Maqtanib ayta olamanki, bu yil o'sha AQShning eng zo'r Manaman degan universitetlaridan o'quvchimizga taklif keldi va mana hozir yaqinda u ketadi, o'qishga ketadi, bu ham bizga faxr. Va u shu imkoniyatdan foydalana oldi shu qizimiz. Va undan tashqari o'sha Malayziya, Koreyaga kirgan o'quvchilarimiz ham bo'ldi. Ya'niki o'sha oliy ta'limga nafaqat bizni eng nufuzli dargohlarimizga, oliy dargohlarimizga kirish, balkim o'sha dunyoni eng zo'r o'quv yurtlariga kirishga ham bizni tayyorlash imkoniyati bor. Ya'ni bitta narsani men doim aytamanki, biz bunday olib qaraganda ko'pchilik o'ylaydi, ijod maktabi, bu yerda faqat ijodkorlar. Yo'q, bu yerda juda katta o'sha bilimga ega bo'lib, o'sha o'zini xohlagan yo'nalishda bilim olib, xohlagan yo'nalishda mutaxassis bo'lishga imkoniyat ham yaratib beramiz. Va bunga qo'shimcha ravishda biz mana 10 dan ortiq to'garaklarimiz borki, bolani hamma o'sha yo'nalishdagi iste'dodlarini, iqtidorlarini o'zini namoyon qilishga imkoniyat beramiz. Va eng o'sha bizni o'sha kitoblarni chiqarib, she'r yozayotgan, hikoyalar, ertaklar kerak bo'lsa yaratayotgan va publistik maqolalar berayotgan, hattoki ilmiy maqolalar
yozayotgan o'quvchilarimiz borki, o'sha ilm olamida ham o'zlarini sinab ko'rish imkoniyatiga, bugun o'qituvchilarimiz orasida ham ilmiy darajaga ega bo'lgan ustozlarimiz ularga shu yo'nalishni ham ko'rsatishyapti. Va bu narsa ertaga o'quvchilarimizni bitirgandan keyin ilm yo'lida ketishga ham yoki xohlagan ijod yo'nalishida ijod qilishiga ham imkoniyatni beradi. Abdujabbor Toshmatov informatika fani o'qituvchisi, bu jarayonning faol ishtirokchilaridan biri. Uning fikricha, maktablarda axborot texnologiyalariga bo'lgan e'tibor ortishi nafaqat o'quvchilarning saviyasini, balki o'qituvchilarning moddiy va ma'naviy nufuzini ham oshirmoqda. Bu ta'lim muassasasi o'quvchilarga juda katta imkoniyat berdi. Ijod maktablarida avvallari ijod qiladigan o'quvchilar alohida yig'ilib bir-biri bilan fikr almashadigan joylar yo'q edi. Hozir mana ijod maktablari tashkil qilindi muhtaram prezidentimiz qarori bilan. Demak, ijod maktablarida ijodkor o'quvchilar bir joyga yig'ilib, o'zlari fikr almashib, o'zlari ustida ishlab, ularning yuksalishiga juda katta yordam beryapti. 9-10 sinflardan o'sha o'quvchilarimiz kitoblari chop qilinyapti. Chet ellar jurnallarda maqolalar chop qilinyapti. O'qituvchilarda ham juda ko'p yutuqlar bo'lyapti. Xalqaro miqyosda o'tgan yili Koreya davlatiga malaka oshirishga borib keldik. Informatika o'qituvchilari bilan birgalikda juda yaxshi narsa, juda ko'p narsa o'rganib keldik. Bularni o'zimizda O'zbekistonda o'quvchilarga tatbiq qilyapmiz hayotimizga. Avvallari o'qituvchilar o'zi oila bosh hisoblanadi. O'qituvchilar daromadi yaxshiroq bo'lishi kerak endi oilani ta'minlash uchun. Bir muddat shunday vaziyat bo'ldi, o'qituvchilarda oylik biroz pastroq edi. Hozirgi kunda o'z ustida ishlagan o'qituvchilar juda yaxshi maosh oladi. Jumladan bizning maktabimizda ham juda ko'p erkak o'qituvchilar bor. Ta'lim muassasasi bir oila deb hisoblaydigan bo'lsak, har bir oilada erkakning va ayolning o'z o'rni bor. Ta'lim muassasasida ham shunday. Mening fikrim, erkak o'qituvchilarning o'z o'rni bor. O'quvchilarga qat'iyatlilikni o'rgatadi, bir so'zlilik, o'z ustida ishlashni o'rgatadi. Ayol o'qituvchilarning o'z o'rni bor. 4-5 yil ichida o'qituvchilarga juda katta e'tibor berilyapti. Buni namunasi sifatida erkak o'qituvchilar ko'pchilik. Ijod maktabi o'quvchilari nafaqat respublika, balki xalqaro miqyosdagi adabiy tanlov va olimpiadalarda ham munosib ishtirok etmoqdalar. Ular o'zlarining bilim saviyasi, til madaniyati va ijodiy qarashlari bilan yurt nomi, maktab sharafini munosib himoya qilmoqdalar. Ayniqsa xorijiy tillarni o'zlashtirish bo'yicha ko'rsatkichlar yuqori. Shu bilan birga milliy va xalqaro ta'lim sertifikatlarini olishda yetakchilik qilishmoqda. E'tiborli jihati shundaki, bu maktabdagi ko'plab iqtidorli yoshlar hali maktabni tamomlamasdanoq oliy o'quv yurtlariga kirish imkoniyatini qo'lga kiritmoqdalar. Mamlakatimizdagi mana shunday islohotlar albatta mana shunday buyuk bir xalqaro miqyosdagi anjumanlarda yangrashi kerak. Namuna qilib ko'rsatilishi kerak. Bugun mana shu bolalarimizni o'sha prezident maktablarida, ixtisoslashtirilgan maktablarda, ijod maktablarida o'qiyotganligi va albatta bugun bu narsa umumta'lim maktablariga ham kirib bordi. Ularga ham imkoniyat berilyaptiki, sababiki u yerda ham o'qitayotgan o'qituvchilar ba'zilari bizning maktab o'qituvchilari bilan tengma-teng oylik olishyapti. Chunki bu imkoniyatlar ularga berildi. Ular o'z ustida ishlab, butun bilim malakalarini bolalarga berishga harakat qilishyapti. Va bir paytlar biz o'zimiz ham bilardik, o'qituvchini mana 20 yil oldin bu narsani bo'ladi desa biz ertak deb o'ylardim. Men o'zim ham 40 yillik pedagogman va mana shunaqa maktablar ochiladi-yu va yoshlarga mana shunday imkoniyat beriladi. O'qituvchini oyligi $2000 oshadi desa, bu biz uchun ertak edi. Qariyb 3 yil davomida agar bitiruvchi chiqargan bo'lsak, ularning hammasi mana oliy ta'limga qamrab olindi. Va eng bizni quvontiradigan narsa juda nufuzli oliygohlarga o'qishga kirishyapti. Jahon tillari universiteti, xalqaro diplomatiya universiteti, Alisher Navoiy nomidagi universitet, hatto iqtisod yo'lini tanlagan o'quvchilarimiz bor. Yoki bo'lmasa meditsina yo'lini tanlagan o'quvchilar va ular muvaffaqiyatli ravishda mana shu oliy o'quv yurtlariga kiryaptilarki, ular eng yuqori ballar bilan ham o'qishyapti. Ta'limda bolalarimizga yaratilgan yana bitta sharoitning eng yaqqol namunasi, ya'ni bugun o'quvchilarimiz hali
o'quv yili tugamasidan talaba bo'lishga imkoniyat yaratib berilganda Juda tezlashib ketdi yoshlar. juda yoshlarimiz tezlashib ketdi va bitta narsa hozir shunday faxrlanib aytamanki, mana bitiruvchilarimiz orasida 5-6 tasi 5 tadan sertifikatni qo'lga kiritdi. Va bu o'quv yili yakunigacha ancha foizga ega bo'lamiz. Ya'ni biz to'laqonli mana o'quvchimiz nima deydi, talaba bo'ldi deb ayta olamiz. Bu ham bitta o'quvchiga yaratilgan imkoniyat va ustozga berilgan imkoniyat. Bizni o'zimizni o'qituvchilarimizni salohiyati shunaqa yetarli darajadaki, o'sha milliy sertifikat olish, xalqaro sertifikat olish, ingliz tilidan o'sha IELTS sertifikatlarini olish imkoniyatini ham yoki o'sha SAT bilimlariga ham ergan. Mana ko'pincha biz ijod, ona tili, adabiyotga ixtisoslashgan deyiladi, lekin bizda o'sha matematika fani ham juda yaxshi o'tiladi. Fizika, biologiya, ximiya va o'quvchi agar orzu qilsa shu yo'nalishda bironta bilimni olishga bu imkoniyatni qilib bera olamiz. Halima Xudoyberdiyeva nomidagi ijod maktabi bu zamonaviy bilim, milliy qadriyat va ijod uyg'unlashgan maskandir. Bu yerda ta'lim faqat kitob bilan cheklanib qolmaydi, u hayotni anglash, fikrlash va yaratish madaniyatiga aylanadi. Axborot texnologiyalari, chet tillar va ijodiy yondashuvlar birlashgan bu maktabda har bir o'quvchi o'z iqtidorini ro'yobga chiqaradi, o'z sohasining kelajak mutaxassisi va fidoyisi bo'lib yetishmoqda. Shubhasiz bunday maktablar yurtimizning ma'naviy taraqqiyoti, intellektual salohiyati va kelajak avlodning munosib kamol topishidagi muhim poydevordir.